ko'rib turganingizdek yasab bo'ldik. Ikkita roni bo'shroq qolib ketdi. Bolaning yoshiga qarab, osonroq yoki qiyinroq qilib yasab bersangiz bo'ladi. Hozirgi eng oson variantini ko'rsatamiz. Ko'ringlar. Hop, birinchisi misol uchun qizil olib tashlash kerak. 3 ta rang qo'yamiz. Qizil olib tashlash kerak. Och ko'k rang, keyin pushti rang olib tashlash kerak bo'ladi. Mana qizil ketdi. Pushti ham ketdi.